Yaxshi keldingiz, Madajonisi. Ferzoxon yaxshi ekanlarmi? Tez narsalarimni tayinla. Tinchlikmi adasi? Qayergadir ketmoqchimisiz? Operatsiyaga kiramiz. Banisida yozish uchun narsalarim kerak bo'ladi. Yana shu gapmi? Yana shu gapi? Jonimga tegib ketdi hamma narsa. Ferzoxon oldiga bordim deguncha operatsiya haqida gapirasiz. O'zim men ahmoq sani gapingga kirgan. Mana Feruza singlimni ahvoli og'irlashib yotibdi. Yaxshi. Yuragimni beraman. Nima? Qaroringiz qat'iy-a? Unda tanlang. Yo biz, yo o'sha singlingiz. Singlim. Sani bo'lsa, to'rt tomonning qibla. Bolalarni xohishi o'z qo'lida. Nima? Eshitganing. Aka bo'ldi, ajrashaman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima emish? Bizni tanlamasa o'sha singlisini tanladi. Hop, tushuntiribroq gapirsang-chi, nima bo'ldi? Singlisiga buyragini berar ekan. Hop, nima yomon tarafi bor, nima tinchlikmi? Nima bunaqa tez qaror qabul qilsin? Nimaga oilasi emas, o'sha singlisini tanlaydi. Oilasi birinchi o'rin emasmi? Menga bunaqa er kerak emas. To'g'ri aytasan. Men uning o'rnida bo'lganda oilamni tanlardim. Men hayotda singlimga buyragimni bermagan bo'lardim. Undan ko'ra oilam bilan maza qilib yashayman. Aka, nima deganingiz bu? Nima deganim? O'zing aytding-ku, oila birinchi o'rinda. Axir men jigaringizman-ku. Vaqtda jigarim bo'lsang, kuyovimni singlisi uni ham jigar emasmi? Aslida kuyovim to'g'ri yo'l tutgan. Sani safsatingni eshitguncha kuyovimni singlisidan xabar olganim yaxshi. Ming afsus Turdon, bizga ota-onamiz bunaqa tarbiya bermagan.